2026-yilning birinchi yarim yilligi davomida ijro.gov.uz ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimida Aloqa bankka yuklatilgan topshiriqlarning bajarilishi va 2026-yilning ikkinchi yarim yilligi davomida bajarilishi belgilangan topshiriqlar bo'yicha umumiy ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat organlari va tashkilotlarida ijro intizomini yanada mustahkamlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida 2025-yil 25-iyuldagi PF 117-son farmoniga muvofiq 2025-yil 1-oktyabrdan boshlab davlat organlari va tashkilotlar rahbarlari tomonidan qonunchilik hujjatlari ijrosi yuzasidan har chorakda jamoatchilikka ochiq hisobot taqdim etish amaliyoti joriy etilgan. Mazkur talablar doirasida Aloqa bank tomonidan ijro intizomini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. 2026-yil 1-yanvardan 30-iyunga qadar bo'lgan davrda bankka O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jami 82 ta hujjati doirasida 302 topshiriq yuklatilgan bo'lib, ularning barchasi belgilangan muddatlarda va to'liq ijro etilgan holda nazoratdan olindi. Xususan, mazkur topshiriqlarning 75 tasi farmonlar, 153 tasi qarorlar, bittasi farmoyish hamda 73 tasi yig'ilish bayonlari hissasiga to'g'ri keladi. Topshiriqlarning 123 tasida bank asosiy ijrochi sifatida belgilangan bo'lib, bu bankning davlat boshqaruv tizimidagi faol institutsional ishtirokini ko'rsatadi. Taqqoslama tahlillarga ko'ra, 2025-yil 1-yarim yilligida bankka jami 209 ta topshiriq yuklatilgan bo'lsa, 2026-yil 1-yarim yilligida mazkur ko'rsatkich 302 taga yetgan, ya'ni topshiriqlar hajmi 1.4 barobarga, foiz hisobida esa 44% ga oshgan. Bu holat bankning davlat dasturlari va islohotlar doirasidagi mas'uliyati sezilarli darajada ortib borayotganini anglatadi. Shu bilan birga 2024-2025 yillar kesimida ham topshiriqlar sonida yuqori o'sish sur'atlari kuzatilgani mazkur tendensiyaning barqarorligini tasdiqlaydi. Prezident administratsiyasi rahbarining 8 ta rezolyutsiyasi doirasida bank ishtirok etgan 17 ta topshiriq ham to'liq ijro etilgan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 6 ta qarorida belgilangan 13 topshiriq ham o'z vaqtida va sifatli bajarilib nazoratdan olingan. Bu esa bankda ijro intizomini ta'minlash bo'yicha samarali monitoring va nazorat mexanizmlari yo'lga qo'yilganini ko'rsatadi. 2026-yilning ikkinchi yarim yilligi uchun belgilangan vazifalar tahliliga ko'ra, bankka O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 99 ta hujjati doirasida jami 410 topshiriq yuklatilgan. Bu 2026-yil 1-yarim yilligiga nisbatan 108 taga yoki taxminan 22% ga ko'p bo'lib, kelgusi davrda ijro yuklamasi yanada ortishini anglatadi. Ushbu topshiriqlarning 110 tasi farmon, 216 tasi qaror va 84 tasi yig'ilish bayonlari hissasiga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, ikkinchi yarim yillikda jami topshiriqlarning 126 tasida bank birinchi ijrochi sifatida belgilangan. Prezident administratsiyasi rahbarining rezolyutsiyalari doirasidagi 12 topshiriqdan 9 tasida, Vazirlar Mahkamasining qarorlaridagi 24 topshiriqdan 14 tasida bank asosiy ijrochi sifatida ishtirok etmoqda. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, quyidagi asosiy xulosalarni qayd etish mumkin. Topshiriqlar hajmi yildan yilga o'sib, institutsional yuklama ortib bormoqda. Bankning asosiy ijrochi sifatidagi ishtirok ulushi yuqori bo'lib, uning strategik ahamiyati mustahkamlanmoqda. Bankning davlat va hukumat topshiriqlarini amalga oshirishdagi mas'uliyati va roli yuqori darajada ekanligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasining 117-son farmoni talablariga muvofiq, Aloqa bank rahbariyati tomonidan har chorakda qonunchilik hujjatlari ijrosi holati yuzasidan jamoatchilikka ochiq va shaffof hisobot taqdim etib borish amaliyoti davom ettiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.